Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Muhtaram birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan savol-javob ruknimizda topib olingan narsalarning hukmi haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Bizga yuborilgan savollarning biri mana shu mazmunda edi. Bir birodarimiz yozadilar: "Men kechqurun magazinda tozalovchi bo'lib ishlayman. Har kuni tangalar topib olaman. Shu tangalarni olsam bo'ladimi, yo'qmi? Olmasam ham baribir chiqindiga qo'shilib ketadi. Islomda qanaqa yo'l tutish joiz?" deb so'rabdilar. Topib olingan narsalarning hukmi o'sha narsalarning qiymatiga qarab belgilanadi. Agar topib olingan narsa qimmatbaho narsa bo'lsa yoki biror e'tiborga molik narsa bo'ladigan bo'lsa, albatta uning egasini topib qaytarish kerak bo'ladi. Agar topib olingan narsa arzimas ashyolar bo'ladigan bo'lsa, unda uni sadaqa qilib yuborishi yoki agar o'zi ehtiyoji bo'lsa, o'zi ishlatishi ham mumkin bo'ladi. Sahih al-Buxoriyda kelgan hadisda bir odam bir xalta topib olganligi rivoyat qilinadi. Ya'ni bir xalta 100 dinor pul topib olgan va u odam keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib bu haqda gapirgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Arifha hawlan" deb aytganlar. Ya'ni bir yil uni u haqda e'lon qil, odamlarga bildirgin deb buyurdilar. O'sha odam shu topib olgan narsasini bir yil davomida e'lon qilib yurdi, egasini qidirdi, ammo egasi chiqmadi. Shundan keyin yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yo'liqqan edi. Rasululloh aytdilarki: "Ihfaz vi'aha va wika'aha fa in ja'a sahibuha va illa fastamta' biha." Uni sen xaltasini va ipini saqlab qo'y. Agar egasi kelsa, yaxshi, egasiga berasan, bo'lmasa o'zing foydalanaverasan deb aytdilar. Shunga ko'ra, demak, qimmatbaho narsa bo'lsa, uni bir yil davomida egasini qidirish kerak bo'ladi, e'lon qilish kerak bo'ladi. Egasi agar topilsa, o'sha egasi ekanini surishtirib bilib aniqlash kerak. Agar egasi to'g'ri topib kelgan bo'lsa, demak, egasi ekanligi isbot bo'ladigan bo'lsa, demak, u odam qo'liga topshiradi narsasini. Agar egasi topilmaydigan bo'lsa, unda o'ziga ishlatish mumkin yoki sadaqa qilib yuborishi mumkin. Al-Azhar universiteti fatvolar to'plamida ham mana shu mavzuda aytiladiki, topib olingan narsaning ismi luqata deyiladi. Bu luqatani, ya'ni yo'lda tushib yotgan narsani olish joiz, mustahab. Ba'zilar esa uni vojib deyishgan. Chunki mol-mulk, insonga kerak bo'ladigan mol-mulk yo'q bo'lib, yerda qolib, turpoqqa qo'shilib ketishi mumkin emas. Uni demak olish va egasiga yetkazish topgan odamning vazifasi, unga vojib bo'ladi. Ya'ni olish vojib bo'ladi deb aytishgan. Uni tanishtirish esa, odamlarga bildirish, u haqda e'lon qilish esa vaziyat sharoitga qarab, holatga qarab bo'ladi. O'sha narsaning o'zining ahamiyatiga qarab yoki o'sha yashab turgan joy, muhitning holatiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Narsaning ham ahamiyatiga qarab muddat har xil bo'lishi mumkin. Hadisda bir yil deyilgan bo'lsa, demak o'sha e'tiborli, qimmatbaho narsa, e'tibori bor narsa bo'ladigan bo'lsa, demak uning e'lon qilinish va egasini qidirish muddati bir yil davom etadi. Undan kichikroq, oddiyroq narsa bo'lsa, shunga yarasha bo'ladi. Demak, agar inson shunday narsani topib oladigan bo'lsa, uni e'lon qilishi yoki ana o'shanday narsalarni topshiriladigan muassasa, tashkilot bo'lsa, o'sha yerga topshirishi kerak ekanligi aytiladi mana shu Azharning fatvosida. Agar topilgan narsa, yeydigan narsa, oziq-ovqat mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, uning egasi chiqmasa, uni saqlash demak qiyin, aynib qolish xavfi bo'ladigan bo'lsa, uni topgan odam iste'mol qilishi joiz deyshadi. Ya'ni egasini so'rab surishtirgandan keyin atrofga qarab yoki odamlardan so'rab surishtirish
shunday ishlarni qilgandan keyin demak uning egasi yo'q ekani, o'sha atrofda emasligi va to egasi topilgunga qadar u narsa aynib qolishi aniq bo'lsa, demak uni iste'mol qilishi mumkin yoki xohlasa sadaqa qilib yuborishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aso, arqon, qamchinga o'xshash narsalar topilganda, o'sha atrofda demak egasi bo'lmasa, egasi topilmasa, ularni olib o'ziga ishlatishga, iste'mol qilishga ruxsat berganlar. Fatavo Hindiya kitobida shu borada aytiladiki, agar inson biror narsani biror qavmning hovlisida yoki hududida topib olgan bo'lsa, demak o'sha joyning egasi unga haqli bo'ladi. Agar uni topib olgan odam olsa-yu, keyinchalik o'sha joyning egasi undan talab qilib qaytarishni talab qilsa, albatta uni qaytarishi lozim bo'ladi deyilgan. Demak, shunga ko'ra agar topilgan narsa biror jamoa yoki biror tashkilotning hududida, biror muassasaning hududida bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha muassasa yoki jamoa rahbariga bildirish yoki ularning xodimlarini qo'liga topshirish to'g'ri bo'ladi. Ammo agar u narsa haram hududida bo'ladigan bo'lsa, uni olish mumkin emas deyilgan. Chunki haram, ya'ni Ka'batulloh, bu yerga odamlar tez-tez borib turadigan, doimo ziyoratchilarning keti uzilmaydigan joy, u yerning luqatasi yoki ya'ni o'sha yerda topilgan narsani olish joiz emas. Uni faqat o'sha yerning xodimlari olishlari lozim deyiladi. Demak, hadisda aytilgan aso, arqon kabi narsalar bugungi kunga qiyoslaydigan bo'lsak, kitob, daftarga o'xshash yoki ruchka, qalamga o'xshash narsalar bo'ladi. Ularni demak o'sha atrofda egasi agar topilmaydigan bo'lsa, topgan odam o'zi ishlatishi yoki sadaqa qilishi mumkin. Ammo qayerda shunday narsani tushganini ko'rib darhol olib ketaverishga bu yo'l bo'lib qolishi kerak emas. Chunki u narsa baribir birovning mulki, o'sha atrofda bo'lishi mumkin. O'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda egasini qidirish haqida bo'lgan tavsiyalari demak bu kichkina narsalarga ham tegishli bo'ladi. Ya'ni o'sha atrofda mana bu narsa kimniki deb so'rash, qidirish lozim bo'ladi va bu qisqa muddatga bo'lsa ham olgan narsani, ko'rgan narsani yerdan olib darhol cho'ntagiga solib ketaverish bu yaxshi fazilat emas, bu yaxshi xislat emas. Birovning narsasini yo'qolgan bo'lsa, olib egasiga yetkazish bu yaxshi xislat, egasi shundan albatta xursand bo'ladi. Endi mana shu aytilganlardan kelib chiqib xulosa qilib aytish mumkinki, ana o'sha magazinda ishlaydigan birodar ham o'sha yerga to'kilib tushib qolgan tangalarni agar qiymati ko'proq bo'ladigan bo'lsa, uni shu magazinning xo'jayiniga bildirish o'rinli bo'ladi. Agar bu kishi aytgandek, u e'tiborga olinmaydigan oz miqdordagi narsa bo'lsa va uni demak u magazinning egasiga ko'rsatishni ham o'rni yo'q, u arzimaydigan va u yana chiqindiga qo'shilib ketadigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, uni demak bemalol topgan odam olishi, o'ziga ishlatishi xohlasa sadaqa qilib yuborishi mumkin. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.